Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Yuqorida men kitob haqida bir rasmini tashlaganimda qaysi kitob elektron varianti bormi deb so'raganlar bo'ldi. Qiziqqaningiz uchun juda ham xursandman. Bu kitob qo'limizda, uyimizda bor. Huquq bo'yicha tanlovda yutganimizda bizga shu kitobni sovg'a qilishgandi. Aynan meni sohamga tegishli bo'lganligi uchun yaqinda o'qishga qaror qildim. Va o'qish jarayonida haqiqatdan ham ko'z yoshlarimni to'xtata olmadim. Demak, aynan o'sha kitobni hozir qo'lingizda mana videosini ko'rayotganingizda kitobni muallifi kim desak, bu demak nemis klassik falsafasining asoschisi va faylasuflardan biri bo'lgan ekan. Bilim nazariyasi, axloq, estetika va metafizika sohalarida o'zining sistematik asarlari bilan zamonaviy falsafaga chuqur ta'sir o'tkazgan ekan. Immanuel Kant. Demak, 1724-1804 yillarda yashab ijod etgan va shu kitobni yozgan ekan. Nemis, ya'ni Germaniya mutafakkiri hisoblanar ekan. Keling, shunday mutafakkir odam qayerda tug'ilganligini bilib olamiz. Demak, Königsberg shahrida hunarmand usta oilasida tug'ilgan ekan. 9 nafar farzandning 4-inchisi bo'lgan ekan. Kant bolalik va o'smirlik chog'larida tez-tez kasalga chalingani sababli nimjon, jizzaki hamda vahimachi bo'lgan ekan. Ya'ni siz o'qituvchisizda o'qituvchining bolasi ilmli bo'ladi emas, hunarmandning ham farzandlari ilmli, mana shunday mutafakkir bo'lishi mumkinligini bitta isboti va shunaqa kitoblarni bizning ham farzandlarimiz yozishi mumkinligini ikkinchi isboti va uchinchisi 1804-yil vafot etgan bo'lsa, bu tarjima bizga yaqinda tarjima bo'lganda, xullas. Ya'ni yaqinda tarjima bo'lgan. Demak, shuncha yildan keyin biz mana shunday falsafalar, mana shu kitobdagi bo'lgan voqealar, o'sha odam aytayotgan narsalar bizda endi takrorlanyapti. Biz hozir hammamiz ta'lim berishimiz kerakmi, tarbiya berishimiz kerakmi, nima bo'ldi, nima qo'ydi bo'layotgan bir vaqtda mana shu kitob maydonga keldi va xuddi bizni hayotimizni gapirayotgandek tuyulyapti-da. Yig'lab o'qiydigan, balki boshqalar uchun emasdir, men yig'lab o'qidim. Bu ta'sirli deb o'yladim va biz allaqachon ertaroq ko'zimizni ochishimiz kerak deb hisoblayman.